How was Uzbekistan's regulatory framework helped small and medium enterprises access these financial institutions? Demek, bank xizmatlarini ommaviylashishga alohida davlatimiz tomonidan qabul qilingan moliyaviy ommaboplik strategiyasi bor edi. O'sha moliyaviy ommaboplik strategiyasini ijrosi va maqsadli ko'zlanishlarga erishish maqsadida bir qator qonunchiliklarga o'zgartirishlar kiritildi. Bank xizmatlariga qo'yilgan talablar o'rnatildi va ularning ustidan nazorat qo'yildi. Va shu bilan birga mana shu orqali bank xizmatlaridan ko'rsatilishida raqamlashtirish, yuqorida aytgandek, raqamlashtirishning roli katta o'ynadi. Ommaboplikni oshirishda va bugungi kunda bu odatiy operatsiyaga aylandi. Onlayn depozit qo'yish, onlayn kredit qabul qilish yoki boshqa onlayn moliyaviy operatsiyalarni aholi uchun hamda yildan yilga borgan sari bugungi kunda kichik biznes subyektlari va yirik biznes tadbirkorlari tomonidan o'z moliyaviy bank xizmatlari operatsiyalarini raqamli hal qilish yo'llariga erishilmoqda.